kiloli meshakka berib ketgan edi. Bitta reduktorda muammosi bor ekan. Muammosini hal qilib tuzatib, mana hozir tekshirishda anaqasiga o'tdi. Tekshirish jarayoniga o'tdi. Yem solib ishlashini ko'rib ketamiz. Qo'ylar ham yemni kutib qoldi, kechroq qoldi biror soat. Hozir mana tayyor bo'lyapti. Ishlashni ko'ramiz. 30 ta qo'ygan aka bular. 30 ta qo'ygan joylar. Xudo xolasa mana mishalkani tekshirib ko'rsatib berdik. Siz ham olavering. Sanjarbek akam qo'ralarga kelganmiz. Xudo xolasa zotdor qo'ylar, arashan qo'ylar, haqiqiylari bor ekan bu yerda. Bu qo'y shag'lardi. Xolasa yetilib qolsa sotilishlari mumkin ekan. Telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Qiziqadigan aka ukalarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilib ma'lumot olishlari mumkin. Aka, katta qo'chqorlar ham bormi ichkarida? Ko'rsa bo'laveradi. Hozir ko'ramiz, katta qo'chqorlarni ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Bu yerda o'zlari boqishayotgan qo'chqorlar ekan. Bular endi katta bo'layotganlar ekan. O'smirlar ekan bular ham. Bular aniq ma'lumot bermayman, agar qiziqadigan klientlarimiz bo'lsa, haqiqiy arashan qo'chqorlar ekan. O'zlari ko'paytirishar ekan. Menimcha bular sog'liq shekilli. Narga o'rada qo'chqorga o'xshar. Yeyishini ham ko'ringlar mana. Xolasa yem-yeshakka tayyorlangan yemlar. Bu soat 7:30gacha yemini berib bo'lishar ekan. Hozir remont ishlarini qilib berganimiz uchun 8:30ga qolib ketdik. Mana qo'ylar urishi mana. Xolasa yem-meshalga drabilka kerak bo'lsa, bizning nomerimizni yozib qo'yaman. Mabodo qo'chqor haqiqiy zotdor arashanlarga qiziqsalaring, akamizning nomerlarini yozib qo'yaman. Sizlar Sanjarbek telefon qilib, xolasa tozasidan olishingiz mumkin. Qo'chqorchalar. Bular qo'chqormi aka? Qo'chqor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akam yengil yo'lni topib olishibdi. Ochibdi. Tog'raga olib kelishyapti, qo'yib turib yoqishyapti, mana gugub tog'ra tushyapti, olib ketishyapti. Bular yo'l borligini men bilmasdim.